Dafqbum ikkinchi kanalida Skibidi Toiletga o'xshash serial boshladi. Videoni boshlashimdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'y. Dafqbumning ikkinchi kanalida Hubing degan serial boshlandi va u yerda Jimen u xursandligini va o'zini yaxshi his qilayotganini aytdi. Menimcha Dafqbum ham taqdirga tan berib qo'liga dam berdi. Skibidi Toiletni qutqarib qolish deyarli imkonsiz. Twitterda Skibidi Toilet rasmiy kanalida invizlar post qilishdi va ular Dafqbum, ya'ni Aleksey bilan qilingan bir necha kontraktni ko'rsatishga qaror qilishibdi. Ammo Aleksey Gerasimov bunga rozi bo'lishi kerak ekan. Agar rozi bo'lmasa ham ularga baribir farqi yo'q. Bir oy oldin ham bir necha youtuberlar invizlarga yozishgan edi va invizlar xabarni ko'rib chiqishini aytishgan edi va nihoyat bir oy o'tib ular tez orada yangiliklarni e'lon qilishini ta'kidladi. Menimcha bu yana bir qanaqadir hype deb o'ylayman. Skibidi Toilet 80-epizod bo'lsa, hali ham tayyorlanmoqda va Strider, ya'ni o'sha epizodni tayyorlayotgan animatorni ta'kidlashi bo'yicha epizod 10 daqiqacha bo'lishini aytdi. Biz undan yaxshi epizod kutib qolamiz. Hamma ma'lumotlarni birinchi bo'lib Telegram kanalimga joylayapman. Obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Oldindan rahmat.